O'rtoqlar toza. Bu ya ana bo'lib ketdi-ku. Bu kommentariyada yozyapti bittasi. Boboy senga nima keragi bor? Ana kampir nima keragi bor? Kampir nimaga kerak ey? Voy voy, men tushunmay qoldim. Shuni aytinglar sizlar. Endi kampir olsammi, olmasammi? Shuni bir konkret aytinglar. Faqat nima keragi bor? Boboy deysizlar. Shuni ham bir ona o'qib aytinglar. Konkret aytinglar. Ha? Aytinglar qani. Bir nima denglar qani. Uylansammi, uylanmasammi, shu anodagi quloq solaman. Bo'ldi. Bo'ldi. Gap so'z bo'lishmagan. Konkret qilib.